Boturboy muzliga cho'qqiga yetib keldik. Mana bu tomoni ham. Mana Bilebe? hozir aylantir. Ana. Mana hozir biza manzilimizning eng asosiy qismiga yetib keldik. Mana ro'paramizda Boturboy muzligi. Mana ko'rib turgan qirani orqa tomonida Svetlov muzligi bu 120 yillar oldin qayd qilingan. Lekin mana shunaqa videolarga olish, fotoga olish ishlar bo'lmagan. Turgan joyda 4000 dan baland bo'lib ketdi. Mana shu hozir 4000 metrdan baland. Ana ko'rib turgan cho'qqimiz 4700 dan baland deyishyapti. Bu eng O'zbekistondagi baland cho'qqi. Mana bu tarafdan mana muzlik, bu taraflar ham muzlik mana. Mana shu orqa tomonlari Surxondaryo viloyati. Ko'rinib turgan qirralar Tojikiston Respublikasi. Mana shu O'zbekistonning eng oxirgi tog'li chegara hududlaridamiz. O'ylaymanki, bu joyga kelish yillar davomida harakat qilsa ham kelib bo'lmaydi bu joylarga. Shunaqa omadli insonlar ekanmiz. Xudoga behisob shukr. Avvalo tashkilotchilarga katta rahmat. Mana o'rmon xo'jaligi ekologiya mana bu yigitlarga hammalariga rahmat. Bir umr esimga qoladigan taassurot bo'ldi. Rahmat.